Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yana efirda men Muhiddin Zaynovni sizlar bilan kecha payti Yaltaga kirib kelganmiz. Dam olib mana bugun hozir endi o'rnimdan turdim. Abid bo'ldi shekilli. Qorin ochgani uchun abid deb o'ylayapman. Ulug'bek chaqirdi. Endi sekin ashini yoniga qarab yo'l oldim. Primerni bilaman, anig'ini bilmayman, esimdan chiqib qolyapti. Sekin oqtarib boramiz. Yaltani ko'chalarini ko'rsataman sizlarga. Dengiz bo'ylarida qirg'og'idaman. Sekin mana Mashakka keldik. Endi sekin mana ko'chaga chiqib ketamiz. Mana darvoza. Darvozani bunday ochsak, ana bizni toychoq. Mana stoyanka qilib Mashakka o'rnatdik. Joylashtirdik. Yo'llar tor. Agar gurzovoy kelib qoladigan bo'lsa, sig'maydi. Darvozani qulfladik. Hamma ishda. Bitta men o'zim edim. Biz tepalikdamiz, pastga qarab tushib ketamiz. Do'mlikka olib chiqishga o'pitim yo'ligi uchun Zo'rg'alatdan olib chiqdim. Juda yo'llari tor. Mana tor ko'chalar. Mana pastlik. Mana masherdan chiqib keldim. Qani hozir aytdan dengiz ko'rinamikin. Ana shu ko'rinib turgan yer dengiz. Ana dengiz. Mana shu o'rtada qayerdadir Ulug'bek yashagan uy bor. Hozir ashini oqtarib tushib ketyapman. Bu yerlardan men zo'rg'a chiqyapman. Bu yerdan zo'rg'a chiqyapman. Agar tosh shag'al zakas qilib qolsa, bitta mishalka mashinalar qanday qilib chiqarkin? Yo ular chiqib o'rganib qo'ygan. Yo men eplab chiqolmayapman. Mana bu yer juda pastlik. Даже birinchi xotkada chiqolmadim, ikkinchi xotkada chiqdim masherdan. Masha qarab yurib borib, undan keyin yana qaytib turib, masha qarab chiqib ketdim. Bu yerdan yurib, priyamoy bu yoqqa burilib chiqolmadim. Tushib ketyapman, yo'g'irtirib beryapti meni. Avval safar chiqolmay, mana shu mashinani o'rniga qo'ydim, Priusni o'rniga qo'ydim.
Qayoqqa yuraman? Bu yoqqa yuramanmi? Bu yoqqa yuramanmi? Mana esimdan chiqib qoldi. Bu yerda ham ko'cha bor ekan. Yo, bu yoqqa yuramanmi? Bu yoqda u apcharka kelyapti. Bu yoqqa yura olmayman. Ana bu yoqqa qarab yurib ko'raylikchi. Mana uylari. Demak, it bor ekan. Qaramabman, itni ko'rmay qolibman. Mana bu yerda yana bitta apcharka turibdi. Yo'lda ketyapmiz. Mana mashinalar ham ko'cha mashiram. Yo'lda ketyapmiz. Tomlar. Tekis joy yo'q. Tog'u toshdan iborat. Tog'u toshlarga imoratlar qurishgan. Mana yetib keldik. Menimcha mana shu bo'lsa kerak. Bu yerda ko'cha bor edi. Ko'chani ham kavlatib beribdi. Bir paytlar mashinamizni mana shu yerga qo'yganmiz birinchi kelganda. Mana anjirlar. Qrimda anjirlar. Yana g'o'ralari. Birinchi kelganimda rosa pishib to'kilib yotuvdi. Zinadan ko'tarilamiz. Ona yong'oq. Bu yerda ham yong'oq bor ekan. Bu anjir. O'zbekistonda nimaki bo'lsa hamma yoq bor. Mana uzumlar. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ana Ulug'bekni o'zi. Mana uzum. Qalay, yaxshi dam oldingmi? Yana videomi? Yana video. Yana Muhiddin Zaynobiddin. Ana